Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytishning juda katta foydalari bor. Shularning biri, qaysi bir inson juma kuni asrdan keyin quyidagi salovatni o'qiydigan bo'lsa, u insonning Alloh subhanahu va taolo 80 yillik gunohini kechiradi. U salovat quyidagicha: Allohumma salli ala Muhammadinin nabiyil ummi va ala alihi va sallim taslima. Bu salovatning o'qishning tariqasi o'sha asr namozidan keyin ulamolarimiz aytadi, o'tirgan yeridan jilmasdan 80 marotaba o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo yuqorida aytilgan fazilatni nasib qiladi. Azizlar, juda oz muhlat ketadi. 2-3 daqiqa ketadi. Lekin Alloh taolo ixlos bilan o'qiydigan bo'lsak, inshaalloh bizning 80 yillik gunohlarimiz kechiradi. Agar insonning shuncha gunohi bo'lmasa, unda uning o'rniga ibodatning savobi beriladi. Barchamiz mana bu fazilatga yetishga harakat qilaylik.